Ronaldo Realga qaytishi mumkin. Realda 3 marta klublar o'rtasidagi jahon chempionatida zafar quchgan mashhur futbolchi Cristiano Ronaldo 2025-yilgi klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etishni istashini bildirdi. Shuningdek, FIFA 1-10 kunlari klublar o'rtasidagi jahon chempionati ishtirokchilari uchun maxsus transfer oynasini ochadi. Bu esa portugaliyalik futbolchiga qaymoq ranglilar safiga faqat ushbu musobaqada ishtirok etish uchun qo'shilish imkonini beradi. Uning Saudiya klubi bilan tuzgan shartnomasi esa 2025-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Ayni vaqtda Al-Nasrda to'p tepayotgan Ronaldo ortidan jahon chempionatida tarkibini kuchaytirish maqsadida Angliyaning Manchester City va Chelsea klublari u bilan shartnoma imzolash orqali o'z safiga qo'shib olishni reja qilgan. Ronaldo Manchester Cityga o'tadigan bo'lsa, himoyachi Abduqodir Husanov Cristiano Ronaldo bilan o'ynagan o'zbekistonlik futbolchilar qatoriga qo'shiladi.